Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan korreksion pedagogika fanining predmeti, maqsad va vazifalari, ilmiy nazariy asoslari bilan tanishib chiqamiz. Mavzumizning rejalari: korreksion pedagogikaning maqsad va vazifalari. Ikkinchi rejamiz esa ilmiy nazariy asoslari. Uchinchi rejamiz esa korreksion pedagogikaning amaliy qo'llanilishi va unga doir misollar bilan tanishib chiqamiz. Endi har bir reja bilan alohida tanishsak. Korreksion pedagogikaning maqsadi o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish, muammolarni hal qilish va rivojlanishni qo'llab-quvvatlash. Korreksion pedagogikaning vazifalari: o'quvchilarning ehtiyojlarini aniqlash, ta'lim muhitini individual tarzda tashkil qilish va ijtimoiy integratsiyani ta'minlash korreksion pedagogikaning asosiy vazifalari hisoblanadi. Bu jarayonlar har bir o'quvchining rivojlanish ehtiyojlariga mos metodlar va yondashuvlarni qo'llashga yordam beradi va ularni jamiyatga to'liq integratsiya qilish imkonini yaratadi. Korreksion pedagogikada metodlar. Korreksion pedagogikada asosiy metodlar individual va guruhli ishlash. O'quvchilarning ehtiyojlariga mos metodlarni tanlash muhim hisoblanadi. Metodlarning samaradorligini baholash uchun monitoring va baholash tizimlari qo'llaniladi. Korreksion pedagogikada baholash usullari. O'quvchilarning rivojlanishini baholash uchun testlar, kuzatish va intervyular keng qo'llaniladi. Har bir o'quvchining individual xususiyatlari hisobga olinadi. Baholash natijalari muammolarni aniqlash va takliflar ishlab chiqish uchun tahlil qilinadi. Korreksion pedagogikada o'qituvchining roli. O'qituvchi korreksion pedagogikada maslahat beruvchi va qo'llab-quvvatlovchi rolini bajaradi. U shaxsiy ehtiyojlarga mos yordam ko'rsatadi va o'quvchilarning rivojlanishini ta'minlaydi. O'quvchilarning o'z bilim va ko'nikmalarini doimiy ravishda yangilash muhim hisoblanadi. O'quvchilarning faol ishtiroki ta'lim jarayonida muhim rol o'ynaydi. Bu orqali o'qituvchilar o'quvchilarning mustaqil fikrlashini va jamoaviy ishlash qobiliyatlarini oshiradilar. Korreksion pedagogika fanining kelajagi texnologik yutuqlar va yangi metodlarning rivojlanishi bilan bog'liq hisoblanadi. Ta'lim tizimidagi o'zgarishlar, raqamli texnologiyalar va individual yondashuvlar muhim rol o'ynaydi. Bu soha ijtimoiy muammoli o'quvchilarning jamiyatga integratsiyasini ta'minlashda ajralmas ahamiyat kasb etadi. Innovatsiyalar va rivojlanishlar pedagogika sohasining kelajagini belgilaydi. Ilmiy nazariy asoslari bilan tanishadigan bo'lsak, ilmiy nazariy asoslar ta'rifi, ahamiyati va ularning korreksion pedagogikadagi roli haqida ma'lumot beradi. Bu asoslar ta'lim jarayonini ilmiy yondashuv bilan tashkil etishga yordam beradi. Ular orqali ta'limda metodlar va yondashuvlar yanada samarali bo'ladi. Ilmiy nazariy asoslarning shakllanishi. Ilmiy nazariy asoslarning shakllanish jarayoni nazariyalar va amaliyot o'rtasidagi muhim aloqani o'z ichiga oladi. Bu jarayon ilmiy tadqiqotlar va amaliy tajribalar yordamida rivojlanadi. Korreksion pedagogikada ilmiy nazariy asoslarning shakllanishi uchun muhim shartlar, ilmiy izlanishlar, metodik asoslarning rivojlanishi va amaliy tajriba bilan integratsiya. Bu asoslar ta'lim jarayonini samarali qilish uchun zarur hisoblanadi. Korreksion pedagogikada metodologik yondashuvlar muhim ahamiyatga ega. Ular ilmiy nazariy asoslar bilan bog'liq bo'lib, ta'limni samarali tashkil etishda yordam beradi.
ilmiy, nazariy asoslar va metodlar o'rtasidagi bog'lanish va ularning ta'lim jarayoniga ta'siri aniq belgilanishi lozim. Ilmiy tadqiqotlar korreksion pedagogikada muhim rol o'ynaydi. Nazariyalarni rivojlantiradi va yangi metodlarni ishlab chiqishda yordam beradi. Ular ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi va amaliyotda qo'llaniladigan tavsiyalar beradi. Tadqiqotlar orqali ilmiy nazariy asoslar mustahkamlanadi. Bu esa o'qituvchilar va mutaxassislar uchun muhim bo'lib, ularning ishlashini yanada samarali qiladi. Ilmiy nazariy asoslar yangi metodlar va yondashuvlarni ishlab chiqishda muhim rol o'ynaydi. Korreksion pedagogikada innovatsiyalarni amalga oshirish uchun avvalo ilmiy nazariyalarni chuqur tushunish va ularni amaliyotga tatbiq qilish zarur. Bu jarayon yangi texnologiyalar va metodlarni yaratishda asos bo'ladi. Korreksion pedagogikada ilmiy nazariy asoslarning rivojlanishi davom etmoqda. Yangi metodlar va texnologiyalar bilan boyitilmoqda. Rivojlanish istiqbollari shuni ko'rsatadiki, ta'lim tizimida individual yondashuv va innovatsion metodlar keng qo'llaniladi. Korreksion pedagogikada amaliy qo'llanilish. Korreksion pedagogikada amaliy qo'llanilish muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon ta'lim jarayonida individual ehtiyojlarga mos metodlar va texnikalarni qo'llashni o'z ichiga oladi. Muvaffaqiyatli misollar orasida o'quvchilarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan individual yondashuvlar ham mavjud. Korreksion pedagogikada misollar. Korreksion pedagogikasida qo'llaniladigan misollar o'quvchilarning individual ehtiyojlariga mos keladi. Amaliy misollar orqali o'quvchilarning muvaffaqiyatlari ko'rsatiladi. Masalan, diqqat buzilishiga duch kelgan o'quvchilarning diqqatini rivojlantirish uchun maxsus treninglar. Ushbu misollarni tahlil qilish korreksion pedagogikaning samaradorligini yanada oshiradi. Korreksion pedagogikada qo'llaniladigan metodlar amaliyotga asoslangan yondashuvlar bo'lib, o'quvchilarning ehtiyojlariga mos keladigan usullarni tanlash muhim hisoblanadi. O'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash uchun amaliy misollar, muammoli vazifalar, guruh muhokamalari va interaktiv metodlar. Bunda o'z-o'zini baholash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun konkret metodlar va faoliyatlar qo'llaniladi. Korreksion pedagogikada innovatsiyalar. Korreksion pedagogikada innovatsion yondashuvlar yangi metodlar va texnologiyalarni joriy etishni nazarda tutadi. Bu yondashuvlar yordamida o'quvchilarning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va individual ehtiyojlariga moslashish mumkin hisoblanadi. Endi esa mavzumizga xulosa yasaydigan bo'lsak, korreksion pedagogika muhim maqsadlar va vazifalarni o'z ichiga oladi. Ilmiy nazariy asoslar va metodologiya ta'lim jarayonini rivojlanishda asosiy rol o'ynaydi. Amaliy natijalar va muvaffaqiyatli misollar kelajakdagi rivojlanish uchun poydevor bo'lib hisoblanadi. Yangi texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar istiqbolli rivojlanishni ta'minlaydi. Ta'lim tizimining kelajakdagi o'zgarishlari va jamiyat uchun ahamiyati katta. Bu sohada hamkorlik va doimiy o'qish muhim bo'lib qoladi. Foydalanilgan adabiyotlarimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.